Bugungi videomizda insonlarda uchraydigan top 10 ta fobiya haqida gaplashamiz. Birinchisi akrofobiya. Akrofobiya bu balandlikdan qo'rqish. Akrofobiyasi bor insonlar ko'pincha ko'priklarga yoki binolar ustiga chiqqanda yerga qaray olishmaydi. Ularning boshlari aylanadi va yuraklari juda ham tez urib ketadi. Ular uchun eng ma'qul joy bu yerda pastda yurish hisoblanadi. Ikkinchisi aerofobiya. Aerofobiya bu samolyotlarda uchishdan qo'rqish. Aerofobiyasi bor insonlar samolyot, vertolyot yoki shunga o'xshash havo mashinalaridan juda ham qo'rqishadi. Uchinchisi arachnofobiya. Arachnofobiya bu o'rgimchaklardan qo'rqish. Arachnofobiyasi bor insonlar o'rgimchaklarni ko'rganda ranglari oqarib, tezroq o'rgimchakdan qochishga harakat qilishadi. Bunday fobiyasi bor insonlar nafaqat hayotda, balki o'rgimchaklarni televizorda ko'rganda ham etlari junjikib ketadi. To'rtinchisi ofidofobiya. Ofidofobiya bu ilonlardan qo'rqish deganidir. Ofidofobiyasi bor insonlar ilonlarning yaqiniga yo'lay olmaydilar. Agar ularning yo'llaridan ilon chiqib qolsa, baqirib dodlab, tezda juftakni rostlab qoladilar. Beshinchisi sinofobiya. Sinofobiya bu itlardan, kuchuklardan qo'rqish deganidir. Bunday fobiyasi bor insonlarning ko'pincha bolalikda it tishlab olgan bo'lishi mumkin. Sinofobiyasi bor insonlar ko'chada ketayotganda oldidan it chiqib qolsa, ular bu ko'chada emas, boshqa ko'chadan yo'lni aylanib o'tishni ma'qul ko'rishadi. Oltinchisi trepanofobiya. Trepanofobiya bu